Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin sabiq prezidenti G'ulom Osman Yag'ma əpəndining 3-cü Dünya urushi Şərqi Janubi Asiyada başlanamdı nomliq maqolasi Medium xəbər kanalida 11 dekabr kuni xəbər qilindi. Tövəndə maqolaning təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Dünya urushi Şərqi Janubi Asiyada başlanamdı. Şərqi Janubi Asiya və Hind-Çini dövlətləri üçün vəziyyət mo'ljallanayotgandan jiddiy və xatarlik. Chunki Janubi Xitoy dengizi deb xato atalgan dengizda Xitoylar hozirgacha 7 parcha sun'iy orol barpo qilib, xalqning bu so'g'isida amaliyotda boshqa davlatlarning dengiz tavalligi ichida harbiy bazalarni qurib oldi. Haynan orolining eng janubiy uchidan hisoblagandimi 2000 kilometr uzoq janubda bo'lgan Marjan taqim orollar Xitoylar Zingmuansha deb ataydigan Riao oroli ustida haq iddia qilayotgan Xitoylarning yo'lsizligiga qaramadigan. Boshqalarga bir necha yuz kilometr oraliqdagi orol ularning emas, 2000 kilometr uzoqlikdagi Xitoyning territoriyasi bo'lishi naqadar adolatsizlik. Aslicha bu dengizning Janubiy Xitoy dengizi deb atanishidan kelib chiqqan bo'lib, bunda qatash bugungacha barliq davlatlar nashr qilingan dunyo xaritalarida qo'llanilgachqa, bu go'yo bu dengiz Xitoyning ichki dengizi sifatida qabul qilingandek havo astirgan va buni asos qilgan Xitoylar bemalol hech yuzi qizarmasdan bu dengizdagi barliq taqim orollar, marjon orollarini o'zining deb kelmoqda. Buni tarix, jug'rofiya kitoblari orqali maktablarda yangi avlodlarning miyasiga qo'yishni davom qilmoqda. Yolg'on tarix yasashda mahir va birinchi hisoblanadigan Xitoylar yolg'onlarga oldi bilan o'zining xalqini, avlodlarini ishondirdi. Shundoq bo'lgandala, har davrdagi hukumatlarning kengayimchilik harakatlari o'zining xalqi tarafidan qonuniy haqqimiz deb qabul qilinadigan bo'ladi. Mana shuning uchun Xitoylarning mayli millatchisi bo'lsin yoki kommunisti bo'lsin, bir muqomni to'g'laydi, o'xshash gapni takrorlaydi. Dengizning ismidan manbalangan bu zo'migarlik huquq da'vosi bu kunlarga kelganda atrofdagi davlatlar tarafidan tunib yetilib, bu yerlarni Janubiy Xitoy dengizi deyishga bo'lmaydiganligi haqida aqlga keltirishgandek qiladi. Shuning uchun deymanki, Xitoy deyilgan bu millatni uning ichida yashaganlardek tushunadiganlar yo'q. Xitoy degan bir boshqa davlatda o'lgan va qabrisi shu yerda qolgan bo'lsa, mushu qabrini pokit qilib, zamin da'vosi qiladigan xalq tursa, butun dunyo bugungacha Xitoy dengizi deb atab kelayotgan bundoq platdak paketdan foydalanmadi. Xitoylar ism qo'yishga bak chaqqan. Sizning davlatingizga bir yerlikmi Xitoycha ism qo'yib olishi mumkin. Buni talaffuz qilish qiyinchiligiga qarshi bir tadbir bo'lsa kerak deb o'ylab qolmang. Xitoylarning har qanday boshqa tildagi ismlarni talaffuz qila olmaydiganligi va g'alita o'xshamagan shaklda o'zlashtiradiganligi rost. Ammo buningda yana kelgusi uchun yo'l selishmi borligini unutmaslik kerak. Agar kelgusida zamin da'vosi qiladigan vaziyat pishib yetilsa, bu Xitoycha ismlar platdak paketlik rolini o'ynaydi. Albatta. Masalan, Xitoylar San Fransiskoni Jiujingshan deb qo'llandi. Bu ahang tarjimasi emas. Boshqa yer ismlari ahang tarjimasi bo'lgan taqdirdami, Xitoylar o'zining xitini go'yo Tangrining hujjati sifatida ko'radigan bo'lg'achqa, Xitoycha xatlarning ma'nosi bo'yicha o'zi xohlagan shaklda tafsir qilib, bir dalil yasab chiqmaymi qolmaydi. Sharqi Janubiy Osiyo va Hind-Chini davlatlari kelayotgan Xitoy balosidan g'afil emas bo'lsa-mu, uni to'sishga amalsiz ekanligini deyishim mumkin. Gerçi bu davlatlar o'zaro va Amerika, Yaponiya, Avstraliya, hatto ba'zi Hindiston aralash har xil ittifoqlarni tashkillab, Xitoy balosidan o'zini saqlashning chorasini qilayotgandek ko'rinsa-mu, bu ittifoqlar Xitoyning kengayish planlarini to'sib qilish tugul oqsitishga yarmaydi. Chunki Xitoylar yumshoq qurtliq milliy metodini ishlatadigan bo'lg'achqa, buningga jiddiy turda qarshi turish, issiq to'qinish keltirib chiqarish qulay emas. Xitoylarning milliy xarakterida yana bir afzallik bizonlikdir. Bizonlik bilan chaplashib olish, bizonlik bilan turib olishga tayansa, Xitoy oyoq bosganligi yerdan Xitoyni ajratib chiqarish asosan mumkin emas. Dayliki Xitoy tahdidi his qilayotgan davlatlar o'zaro harbiy ittifoqlarni qurib, qaysi biriga qilingan tajovuzni o'ziga qilingan tajovuz deb tunaydiganligi moddalarini ittifoqning asosiy mizorini qilsin. U holda u faqat tajovuzga uchragandala ondan ishga yaraydi. Ya'ni bir tashqi kuch, ya'ni dayliki Xitoylar ulardan biriga tajovuz qilsa, ondan bu ittifoq ahdnomasidagi prinsiplar taqozosi bilan o'rtaq qarshi chiqish. İttifaqdagi barliq davlatlar Xitoyga urush e'lon qilishi mumkin bo'ladi. Lekin Xitoylar hech qachon fiziki besib kirish, ya'ni qurolliq mudohala qilmay davomli yumshoq qurut usuli bilan yeyilsa qanday qiladi? Fandiy nasihat bilan Xitoyni to'xtatqili bo'lmaydi. Norozilik bildirish, xalqaro besim, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining qarorlari hech nimaga yaramaydi.
Xitoy bundaq quruq gaplarga quruq gap bilanla javob berdi. Ya tanıdı. Undaq ish yo'q. Bu tuhmat deydi. Ya yolg'on tarixlarini ko'tarib chiqishi mumkin. Va ya sukut. Agar bu davlatlardan biri birinchi pay o'qni olsa qandoq bo'ladi? U tajovuzga uchirg'uchi salohiyatni qozona olmay, urush qo'zg'ag'uchi bo'lib qoladi. Bu oldimi harbiy ittifoqning ahdnomasi ishlamdi. İttifaqlaşlar Xitoyga birlikda qarshi turamdi. Tozimi qiyin kechik. Chiqmoq tez. Bu davlatlar birinchi o'qni etishga petinolmaydi. Hech kim Xitoydek cho'ng bir davlat bilan issiq to'qinishga kirib qolishni xohlamaydi. Garchi atrofdagi davlatlarning hammasi kelgusida Xitoyning balo qazoga aylanadiganligini bilib tursimi, hammasidagi pasivlikning sababi o'xshash. Urush taraqqiyotimizni palaj qilib qo'ydi. Shunga hozircha tinch taraqqiy qilish, kuchlanish uchun fursat yaratishimiz kerak. Keyincha kuchlanganda bir nima deymiz. Bu dal Xitoyning kutgani, dal Xitoy uchun fursat yaratib berish bo'lib, sen kuchaygicha Xitoy to'xtab turamdi. Umi o'xshashlik kuchaydi. Balki texmi bak kuchaydi emasmi? Kichik va ojiz davlatlarning birinchi bo'lib, birinchi pay o'qni atolmaydiganligini Xitoylar to'g'ri mo'ljallagan bo'lg'achqa, yumshoq qurut usulida ilgirlashni davom qiladi. Vyetnam, Malayziya, Brunei, Indoneziya, Filippinlar bularning hammasining burnining tubida Xitoylarning harbiy bazalari. Buningga chidash haqiqatan qiyin. Biroq chidamay amal yo'q. Chunki hammasi birinchi pay o'qni atolmaydi. Xitoylarning shaxsiy odatlari mushundaqroq bo'lib, bu Xitoylarga xos bir kengayish, egallash usulidir. Masalan, Sharq Turkistonga yangi kelgan Xitoylar biror Uyg'urning uyida ijaraga o'tirgan bo'lsa, barbara uy egisini zeriktirdi. Maynachilik, varang-churunglari, padishapsizligi, uy egisi bo'ldi chiqib ket, uy o'zimga lozim desa chiqqilmaydi. Urushsangiz o'shug'li qilib yetib oladi. U bo'za qilingan hisoblanadi. Hukumat Xitoyning bo'lg'ach, qonunmo shularni qo'g'daydi. Natijada ijara uy oxirida Xitoyning mulki bo'lib tugaydi. Umuman Xitoyga uy ijara berib, tinchlik qutulgan, ziyonsiz qutulgan birmi Uyg'ur yo'qligini bilaman. Xitoyga yo'liqmaslik eng yaxshisi. Yo'liqdingmi, balasi tegmay qolmaydi. Xuddi mana shu mijozni Xitoylar davlat siyosatida ishlatadi. Xitoy dushmanligidan qo'rqayotgan bu davlatlar orasidagi ba'zi ittifoqlar ichida Amerikaning bor bo'lishiga qaramay, ittifoqlar bir narsaga yarmaydi. Bu ittifoqlar faqat Xitoylar qurolliq mudohala boshlasa, ondan korga keladi. Lekin Xitoylar o'z milliy metodlari bo'yicha ilgarilaversa, korga kelmaydi. Garchi Amerika bak qudratli deyilsa-mu, bugungi kelganda o'zi kuchlanishga sabab bo'lgan Xitoyning oldida Amerika ikkilanadigan vaziyatga tushib qoldi. Birmuncha turlarda Xitoyning hamkorligiga, Xitoyning qo'liga qarashliq bo'lish bilan Osiyo, Afrikadagi birmuncha nuqtalarda harbiy aralashishlar ijobiy natija bermagan. Mag'lub bo'lg'uchi sifatida ayrilgan Amerika endi Xitoy bilan bo'lg'usi to'qinishlar haqida salmoqroq o'ylamasa bo'lmaydigan yangi ahvol kelib chiqdi. Shunga Amerika issiq to'qinishga unchilvala aldirab ketmaydi. To'g'risi jur'at qilolmaydi. Buni Xitoylar nihoyatda to'g'ri mo'ljallagan. Ba'zi analizchilar Xitoylar Janubiy Xitoy dengizi atrofidagi davlatlarga hujum qiladi, besib oladi. Mana shuning bilan 3-dunyo urushi boshlandi deyishmoqda. Ammo ular Xitoy deyilgan bu millatni qanchalik tushunadi? Menimcha hech tushunmaydi. Shunga men deymanki, Xitoylar bundoq foydasiz bir ishni boshlamoqchi bo'lmaydi. Agar siz bir narsaga urushmay turibmi erisholadigan bo'lsangiz, urushga nima ehtiyoji bo'lsin? Xitoylar xiyol qilganlarga urushmaymi erishmoqda va kelgusida texim ko'p erishadi. Shunga hargiz bu davlatlarga qurolliq besib kirishdek talablikni qilmaydi. Kishilarni yo kulishni yo yig'lashni bilmaydigan vaziyatga tushirib qo'yadigan usullari va imkonlari shuncha ko'p tursa, urush qo'zg'ag'uchi, tajovuzchi atilib butun dunyoning qarshi turishiga la'natga uchrashdan nima kerak? Agar kelgusidagi Xitoy balosining oldini olmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'qni siz etishingiz kerak. Rayondagi davlatlar etishga petinolmagan taqdirda buni Amerika etishi kerak. Bo'lmasa oqibat bekmi xatarlik. Tayvanning urushsizlar Xitoyning qo'liga o'tadiganligini ko'p qatim ta'kidladim. Bu Xitoyning shirin xayollaridagi bir qadam xolos. Chavak ikki qo'ldan chiqadi degandek, urushmi ikki tarafning dushmanligidan kelib chiqadi. Ikki odam orasidagi urushni desakmi, birisini bir mush qo'ysangiz, u sizga bir mush qaytirsa, ondan jidal boshlandi va biri yengilgicha davom qiladi. Agar qarshi taraf mush qaytirmay bezirib tursa va atrofga jar solib, odam o'ldi deb vaqirsa, kishilar kelib jidalni ayirib besiq turib qo'ydi. Bu chaqda mush atqini gunohkor bo'lib la'natlandi. Jimtug'ini tinchlikparvar bo'lib ko'rinadi. Garchi mush atqichining sabablari yetarli bo'lsa-mu, Xitoy bilan bo'ladigan ishni mushundoq tasavvur qilsangiz xato bo'lmaydi. Xitoylar tinchlik shuari ostida yumshoq qurut va vizonlik 100 qilliq aloyidligini joriy qildirib, maqsad tomon to'xtamay ilgirlaydi.
Balkim ba'zi muloyizachilar Xitoylarni tushunmagachga boshqa davlatlardek degan qiyosga tayinibla muloyizalarni qanot yaydirdi. Deylikki, Xitoylar bugünkidek sanoatlashgan dunyodagi eng chong ishlab chiqaruvchi bo'lib qolgan vaziyatda birdilla xom ashyo uzilib qolsa, energiya yetishmay qolsa, suvga bo'lgan ehtiyojing mavjud suv manbasidan eshib ketishi bilan nihoyat chong bir krizis maydonga kelsa va xalq o'lim bilan yuzlashsa, xalqning bu holi Xitoy hukumatini yangi hayotlik maydonlari qozonishga aldirasa urush qo'zg'amasmi? Yo'q. Xitoy hukumatlari tarixdan bugunga qadar xalq hukumatlar munosabati jihatda hech qanday o'zgarmadi. Ya'ni xalq o'lsa o'laversin, hukumat o'zining siziqida ketaverdi. Hukumat beshtikilarga xavf kelmasala, xalq o'lsa yana ko'paydi emasmi? Biror 100 million Xitoy o'lganga Xitoy tugab ketamdi. Millatchi hukumat bilan kommunistlarning hokimiyat talash kurashlari oxirgi halqaliq paytlarga kelganda, millatchi hukumat ba'zi suv to'smalarni portlatib, shaharni suv bostirib o'tish orqali kommunistlarga ziyon yetkazishdek qora niyatlardimi bo'lgan edi. Kommunistlarga zarba berishni o'ylab, millionlab shahar aholisi nima bo'ladi deganni o'ylabmi qo'ymagan. Mana bu Xitoylardir. Xitoy hukumatlari hech qanday xalqni o'ylamaydi. O'z mavjudligi, o'z saltanati, o'zining shum planlarini o'ylaydi. Ularningcha xalq hozircha zulm cheksimi, jafoda qolsimi, qirilsimi, kelgusidagi natija e'tibori bilan to'g'ri qilganligimizni va xalqning kelgusini deb shunday qilganligimizni tushunadi, deb ishonadi. Agar 3-dunyo urushi Sharqiy Janubiy Osiyodan boshlangan bo'lsa, buni hargiz Xitoylar boshlamaydi. Buningga ishonmaydiganlar bilan pul tikishib beqishga tayyorman. Chunki deb o'tganimdek Xitoylar hech urush qilmayla qozonayotgan tursa, urushqa nima hojat? Xitoylarning ajdodi bo'lgan Sunzining gapi bor emasmi? Eng yaxshisi urushmay turib qozonishdir. Xitoylar tajovuzchi atilib yengilgandan ko'ra, tinchlikparvarlik niqobi ostida taraqqiy qilayotgan davlatlar 3-dunyo ellariga yordam berish uchun pardasi ostida ojiz davlatlarni qarzga bo'g'ib, qo'rchoq davlatlarni borliqqa keltirsa, texmi qozonishlik chiqadi emasmi? O'rta Osiyoda qo'rchoq davlatlar borliqqa kelayotganligi haqida to'xtalgan edik. Dunyoga yayilish yo'lida to'limi muhim bo'lgan Sri Lankadagi 99 yillik ijara port orqali butun Hindiy okeanni ko'zlaydigan bo'lgani qo'rqinchlidir. Chunki bu port g'ayri-harbiy port bo'lishi kerak bo'lsa-mu, bu yerdagi ahvol tamoman boshqacha bo'lib, aslida bu bir harbiy baza deyishga bo'ladigan ozodlik armiya uchun ishlaydigan port ekanligi sir emas. Port bilanla tugagan bo'lsa-ku, Sri Lanka Xitoyning qarz patqiqida jon talashmoqda va bugun Xitoylar Sri Lankaning siyosiy qaror elishlariga aralashadigan Sri Lanka doiralari Xitoyning komanda tayiqi ostida deganni qiladigan vaziyatga kelindi. Mana bularning hammasi Xitoylarning dunyo xo'jayinligi yo'lidagi amaliy qadamlaridir. Donolar aytganidek, bir millatni fath qilish va qul qilishning ikkala yo'li bor. Biri qilich bilan, yana biri qarz bilan. Bugun Xitoylar dunyo miqyosida 90 dan ortiq portga ega bo'lgan ahvolda dunyo tijoratining eng asosli to'sish yo'li suv bilan bo'lgan ekan, portlarga ega bo'lish xuddi portlarga bog'liq davlatlarni fath qilganga teng desimi bo'lgandek muhim, jon tomiri demakdir. Ya'ni Xitoylarning dunyoni fath qilmoqchi ekanligi aniq, lekin u hargizmi qilich ishlatmoqchi emas. Dunyoni Xitoy balosidan ogohlantirayotganimizda birmuncha Xitoyga bog'lanib qolgan davlat xalqlari inkas yozib bizni mubolag'alashtirmoqchi deb qarayotdi. Chunki ular o'ylaydiki, dunyoni bir qo'lda boshqarishni xayol qilgan imperatorlar, istilochilar tarixda kam bo'lmadi. Lekin qaysi biri buni ishga oshira oladi? Xitoyning nupus omilini bu kontekstga qo'yib o'ylab ko'rdingizmi? Burunqi danglik istilochilar nupusi oz millatlar edi. Ularning nupusi bilan dunyoning yakka hukmroni bo'lishi mumkin bo'lmaydi. Ammo Xitoylarning nupusini aqlingizda tutib o'ylangki, uning ustiga Xitoylar planliq tug'ish siyosatidan voz kechib, takror ko'p balaliq bo'lishga rag'bat bermoqda. Xitoyning nupusi aslida shu qadar ko'p tursa, uning ustiga Xitoydagi daryolar qurib, suv manbalari jiddiy ozayib, hayotlik manbalari xirisqqa duch kelyapsa, qandaqsiga tug'i cheklash siyosatidan voz kechadi. Bu qadar nupus nimaga kerak? Nayta tabiiyki dunyoga yayilish uchundir. Shunimi deb qo'yishimiz kerakki, qul bo'libmi Xitoylarning qatliamidan qutula olmaysiz. Chunki Xitoylarning nupusi yetarli bo'lg'achqa boshqa millatlarga ehtiyoji bo'lmaydi. Psixikamizdagi mustamlikadan qutulish muhim. To'g'ri ong saviya xalqlarni mustamlikadan psixik jihatdan va axloqiy jihatdan ozod bo'lish yo'liga yuzlandirdi. O'zimizdagi mustamlikani qabul qilish psixikasidan ozod bo'lganda, ondan siyosiy ozodlik harakati boshlandi. Chunki mustamlika mahkumlikqa duch kelgan millatlarning ijtimoiy aloqasiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki ularning psixikasiga, ro'yiga va vijdoniga qadar ta'sir ko'rsatadi. Shunga siyosiy jihatdan ozod qilish harakatidan ilgari nafsiy, ro'yi va vijdoniy jihatdan ozod qilish
va ong saviyani o'stirish harakatini boshlash muhim. Jamiyatshunos mutafakkur Malik Nabining fikrlaridan uzundilar. Bizga vaqt ayırğınыңlar üçün köpdən köp rəhmət. Kelar qıtımqı proqramımızda görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.